Bismillahirrahmanirrahim. Osman radhiyallohu anhu'niki xilofat haqida va shu vaqtda yuz bergan muhim voqealarni so'zlamoqchi so'ydi. Hamda Osman radhiyallohu anhu, Ömer radhiyallohu anhu o'lib ketib, 3-kuni xalifa bo'lib saylangan. Rivoyatlarda kishilarning hammasi shu kunlarda Abdurrahmon ibn Avf'niki qishig'i berib, hamma qanday gapi bo'lsa shu odamga deb maslahat silib qilayotganda har qanday odam bilan Abdurrahmon ibn Avf yolg'iz paranglashib qilsa, Osman radhiyallohu anhuga hech kimni tanqimagan. Shuni bilan Abdurrahmon ibn Avf bayat ilish uchun ham bayat qilish uchun o'ltirib, shu minbarda Allohga hamd sano aytgandan keyin u so'zda bundoq dedi: "Kishilarning hammasi Osmondan boshqa odamni xalif qilishga unamaydi ekan" deb shunaq degan. Buni Ibn Asakir Musvar ibn Mahramadan rivoyat qilgan dedi. Yana bir rivoyatda so'z qilib bo'lib, "Ey Ali, men kishilarning hammasiga qarab chiqdim, ular Osmonga hech kimni tanqinmaydi ekan. Shuning uchun sen o'zingga bir yo'l izlamagan. Bunda degani endi sen tutdig'in demakchi xalifa bo'lmay. Ondan çünkü ikki nomzodda bu yerda ikki nomzoddan birisi Ali, birisi Osman. Onda Osman radhiyallohu anhuning qo'lini tutib, biz sana Allohning sunnati, Rasulullohning sunnati, ikki xalifaning sunnati bo'yicha, shularning yo'li bo'yicha sana biz bay'at qilamiz deb Abdurrahmon ibn Avf bay'at qildi. Undan keyin muhojir ansorlar bay'at qilishga boshladi dedi. İbn Sa'd rahmetullahi alayhi Enes radhiyallohu anhu rivoyat qilsa, Umar radhiyallohu anhu o'lib ketishdan burun Abu Talhat al-Ansarining qashiga odam avatib, sen shu ansorlardan 50 odamni ilib shu kengash majlisi 6 taylan bor, Abdullah ibn Umar 7 taylan. Mushlarniki qishida bo'lgan, ular cho'qim bir uyda to'plashdi keyin. Sen şu uyning ishkida turib, shularni qo'g'dab, sirtdan bir odamni ko'rgizmagan. 3-kunni cho'qim emir saylab bo'lish kerak deb vasiyat qilgan dedi. Hijriyaniki 27-yilda Muaviya radhiyallohu anhu Qibrısga urush elib borgan. Qibrıs hozirgi Yunondagi Qibrıs shu. Shunlar askarlarni elib shu kema bilan urushga chiqib, shularning ichida Ubadat ibn Samit, ayoli Ummul Haram bint Milhan al-Ansariya botdi dedi. Bu ayol o'z qechirdan yiqib tushib shu Qibrısda Yunonda shahid bo'lib ketgan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu qo'shinniki avval to'g'riliq bu ayol xabar bergan. Hatto bu ayolni shu qo'shinning ichidagi bir askar bo'lishiga duo qilgan. Demak, bu ayol oxiri Rasulullohning duosi bilan Qibrısda dafn qilingan edi. Bu ayolning uyi shu Quba mahallasiga yaqin bir yerda. Hozirgi uyisining o'rni maktab qilib to'lak bu ayolnikini. Çünkü bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki huzurda turib, shu Rasululloh o'ziga borgan bo'lgan uyga. Shu vaqtda Rasululloh adroq maktab qilib bir duo qilgan. Shu qo'shinlar haqida xabar berganda, men shularning ichidan qilsin ya Rasululloh duo qilsa deganda, bu payg'ambarimiz duo qilgan. Demak, bu sahobalar ichida tunji shu urushga chiqqan, ya'ni Parxutda urushga chiqqan birdan bir ayol sahoba. Bu juda ham shunaqla Ar-Rajan, Darabjirt deydigan shaharlar. Bu Irondagi mashhur shaharlardan ayni vaqtda bu shaharlar fath qilingan. Bu yili hamda Osman radhiyallohu anhu Misrniki valisi Ömer ibn Asni elib etib, o'rniga Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh degan sahobini vali qilgan. Bu odam Afrika, bugungi Tunis, Jazoir, Aljeriya, mushtarab bilan shu Mag'rib, Marokash, mushtarabniki tog' jilg'ilaridan tortib, hamma yerni fath qilib, hatto mush urush qatnashgan kishilar shu Afrika qit'asida urush qatnashganlar. Her biri qo'shinning har bir a'zosi 1000 dinar, ba'zi rivoyatlarda 3000 dinar pul, ya'ni 1000 misqal yoki 3000 misqal oltinga erishgan deydi g'animatda. Bak boy kang zaminlarda. Hem mush yillari Andalus fath qilingan deb bu Andalusning fath qilinishi kerak, balkim bosh muqaddimasini shu vaqtda olgan bo'lishi mumkin. Hem mushu Osman radhiyallohu anhu zamonida Osman Kufaga Sa'd ibn Abi Waqqasni vali qilib, Mughira ibn Shu'bani valilik qilib tashlab o'tgan. 25-yilda Osman Sa'dni hamda Kufaniki valiligidan olib tashlab, Valid ibn Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan kishini vali qilgan. Bu Valid Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan payg'ambarimizning boshlarga shu qirlarni tuguniki shu qirlarni otib qo'ygan bir kafirniki bolasi. Lekin bu sahoba
keyingi davlat kerak musulmon bo'lgan. Lekin Sa'd ibn Abi Waqqas sahobalarning ichidagi eng birinchi musulmon bo'lgan, Rasululloh bilan o'ziga dastlab vaqtdan tortib Rasulullohniki qishida yenida bo'lgan bunda botir palon sahobalardan biri. Hamda bu Uqbat Valid Uqba Osmon roziyallohu anhuniki oni bir aksiya fuks bo'ldi ekanda. Yani demek mana mush ish Osmon roziyallohu anhuga qarshi qo'zg'olonchilarniki birinchi banasi bo'lgan. Nima deb deganda, chunki bular turli viloyatlarga o'zining tuqqanlarini vali qilib qo'ydi deb shu Validdan boshlangan. Hatto deyilishcha mishmish gap Valid ularga namozni 4 rakat o'qib bergan dedi. Bomlat namozni masalatda. Unda ular qarab yana qo'shaymi. Bomlat namoz 2 rakat namozni 4 rakat o'qib berib, yana oxirga qarab yana ashuraymi degan. Endi bu bir qism sahobalarning ichida mustaqarra chiqib qolgan avvallar bo'lgan, lekin vallohu a'lam. Mush gap to'g'rimi, xatomi, lekin shuni bu yerda mishmish qiyin deb ojiz rivoyatlar bilan bayqagan. Hijriya 26-yili Osmon roziyallohu anhu Makkadagi Haram masjidining atrofini nurg'un zimillarni setib qo'shib, bu masjidni yasab kengaytdi. Ham bu vaqtda Osmon roziyallohu anhu zamonida 26-yili Sabr shahri fath qilgan. Sabrni olimlar asosan bugungi Nishapur shahri debdi. Agar Nishapur ulab qolsa, bu Xuroson o'lkasidagi tunji fath qilingan shaharlar bo'ldi. Chunki Nishapur Xuroson tavasiga kirdi. Bugün İran'daki en meşhur şehirlerden biri. İmam Ahmed'in Musnad namlı kitabında Ebu Valid rivayet kılışçı Abdurrahman ibn Avf'ı mundaq dedim ben. Sizler bu elini koyup bu Osman Kan'da beyat kıygantılar desem dedi ki benim günahım nime? İşte, ben eliyle başladım oğul. Biz sana Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti halifindeki yolu boyunca sana beyat kılayla dedim. Ali dedi ki küçümden yetişeceği dedi. Lekin ben bu işini Osman'a mesela silip Osman'a halif ulaşa kadar fikrini oturup koysam Osman keskinlikten boludu dedi de bana rivayetlerimi bayan kılıngan. Yani yeni bir rivayetlerde Abdurrahman ibn Avf Osman raziyallahu anhu'nun ayrım yalğız tatip durup mundaq dedi. Eğer biz seni halif sayılırsak kimni halif sayılsak oldu? Fikrini bergen desek Ali dedi. Ali kim şunaq depti. Eğer biz seni halif sayılırsak kimni halif sayılamayız fikrini koygan dese Osman depti. Zubeyr ibn Çakır bularning hemisi namzatlar şu vaqtdagi 6 namzatdan şekil namzatlar. Eğer sana bayat kılmasak bizga kimni ko'rsatsa degandan Ali ya Osman depti. Anda Sa'dni chaqirib sana bayat kılmasak bizga kimni halif qilib namzat ko'rsatsa desek ya men ya sen, lekin biz uni xohlamaymiz. Biz xalif bo'lishni orzu qilmaymiz dedi. Shuning bilan dediki Osmanni men maslahat beray dedi. Shuning bilan Abdurrahman ibn Avf shu Madinadagi eng mashhur, mo'tabar, danishmand shu sahobalardan so'rab, oxiri shu aql egalari shu vaqtdagi oqsoqollardan so'rgandan keyin hammalarining fikri umuman Osmonga markazlashgandan keyin biz shuni Osmonni saylagan deb javob bergan. Ibn Sa'd hokim Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilib, Abdullah ibn Mas'ud shunday degan deydi. Osmon roziyallohu anhu xalifulloh bayat qilgan vaqtida biz bu ummatning ichidagi eng yaxshi odamni xalif amr qilib saylab chiqdik. Biz bu ishda hargiz bo'shanlik qilgan emas. Bizni chin turib, tanlab, chekib turib saylagan demakdir. Bu yili Osmon roziyallohu anhuga xilofat davrida Ray shahri fath qilingan. Ray shahri bo'lsa bugungi Eronning poytaxti Tehron. Bu burunmi fath qilingan, lekin bular keyin to'xtamni buzib, ya'ni keyin yeni vaqtga yana qayta fath qilingan. Bu Osmon roziyallohu anhu zamonida yana kishilarga bunqanab ketish bir kasal tarqalib, buni hatto bunqanab ketish yili deb atalgan. Osmon roziyallohu anhuning shu kasal tigib, bunqanab hatto hech qilinmay shu yilda vasiyat qoldigan, o'lib ketish ehtimolligidan ansirab. Va Osmon roziyallohu anhu zamonida shundaqla Rimning nurg'un shaharlari, qo'rg'onlari, sepillar fath qilingan. Rim shahri shu vaqtida Suriya, Libnon, undan keyin Turkiyaning nurg'un zimmillarini shu vaqtida Rim shahri deb atalgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.